kelinglar. Biz haligi o'ylayapmiz. O'ylashga na hojat. Zudlik bilan royalni uyga olib kiring. Axir repetitsiyani boshlashimiz kerak. Qani, birgalikda ko'taramiz. Olg'a! Mayli, harakat qilib ko'ramiz. Oy oy oy. Mahkamroq ushla. Kelinglar, buni ana u tomonga qo'yamiz. Voy, qanday ajoyib. Ha. Endi har kuni kelib musiqa eshitamiz. Jentelmenlar, uni noto'g'ri qo'yibsizlar. Axir qanday qilib chalaman? Uni oyna oldiga olib keling. Klavishlari menga qarab tursin. O, qanday ajoyib anjom. Nega uni bunday qo'ydinglar? Royal doim o'rtada turish kerak. Men suratlarda ko'rganman, u doim shunday turgan. Tushunarli. Jentelmenlar, royalni xona markaziga qo'yamiz. Yanami? Bu nima savol? Rahmat Qarg'avoy amaki, siz hammadan aqllisiz. Jentelmenlar, olg'a. Bo'ldi. Boshqa kuchim qolmadi. Chuqoy, eshitishimcha royal bormish. Mana u, juda ajoyib. Xo'sh, endi uni qayoqqa joylashtirmoqchisan? Mana bu yoqqa. O'zi joyida turibdi. Qanday qilib royalni kichkina xonaga qo'yib bo'lar ekanmi? O'zing o'ylab ko'r. Senga keng joy kerak. Balki kimnidir raqs tushkisi kelib qolsa-chi. Royal bu yerda turmasligi kerak. Uni ikkinchi qavatga olib chiqsak-chi? U yerda joy ko'p. Jentelmenlar, zudlik bilan tepaga. Men oxir tezroq repetitsiya qilishim kerak. Kuchim qolmadi. Umuman qolmadi. Puchqoy, balki o'ylab ko'rarsan. Biz buni eplay olmaymiz. Chuqoy mashqni boshlash kerak. Qani tezroq bo'linglar-chi. Yigitlar, men sizlarga yordam beraman. Buyrug'imga qarab ko'tarasiz. Qani, bir kuchga. Bo'ldi. Hozir yiqilib tushaman. U meni ustimga tushib ketdi. Hozir bajaqlab yuboradi. Ustimdan olib tashlang. Suv! Tezroq suv keltiring. Hozir. Ha, hozir senga yordam beramiz. Men o'zim yordam kerak emas. Gap so'zni yig'ishtir. Meni buyrug'im bilan harakat qil. 1, 2, 3. Qochib qol. Yordam bering. Mana endi uni yana uyga olib kirish kerak. Og'ir buyumlarga ehtiyot bo'lish zarur. Iya, jentelmenlarimiz qani? Qo'zivoy, Quyonvoy. tikanvoy. Ish yoqmaslar. Menimcha ko'lga cho'milishga ketib qolishgan. Yuringlar, ishni o'rtasida tashlab qo'ymaylik. Menimcha Royal eng zo'r joyda turibdi. Film Yoshlar teleradio kanalida o'zbek tiliga o'girildi.